Ana Ibragimov Avazbek, Ibragimov Azizbek akam. Azizbek aka deb turib, Azizbek aka deb qo'yar. Xolos, yaxshimiz, yaxshimi, charchamayapsizmi? Tiniq chiqmayapti-yu, Avaz akam u. Qanday qilsa tiniq chiqishi mumkin? Ishlayapsizmi, xolos? Dori solasizmi endi ko'chatlarga? Dorilar solamiz endi ko'chatlarga. Boyliklarimizga. Yaxshi. Tiniq chiqishi. Mana shunday tiniq chiqar ekan mana. Qalay? Mahalla ko'y, hamma yaxshimi? Charchamay. Xonadonlar. Ishlarmi? Ya bugun 2025-yil ekan. 8-may ekan. Birinchi dalalarga dori solyapmiz, mana Xudo xolasa. Allohim fayz barakasini bersin dehqonchilarimizga. Uni o'sib, yaxshi uylarga sotaylik, yaxshi uylar qolaylik, yaxshi mashinalarni to'ylar qilaylik. G'am chekmaylik, ota-onamizni baxtimizga sog' salomat olsin. Yaxshi ehsonlar qilib turing ham, ozginasi. Umrlari uzun bo'lsin. Masjidlarga bir yetim yesirlarga ehson qilib turasizlar. Ozgina bo'lsa ham yaxshilik qilib. Xudo xolasa fayz baraka bersin. Yaxshi olsun. Sog' bo'linglar, yaxshi yuringlar.